Shu turishiga video boshidan bir donadan laykni bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa to'liq ma'lumotlarni berib o'taman. Chiroyiga, sifatiga, orqa ketlariga aka-ukalar xudo xolasa havas qilganlar bo'lsa kommentariyaga yozib ketasizlar. Nasib qilsin deb bir donadan layk bosib, poddeshkada qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sizlar uchun shunaqangi sifatli yaxshilardan rossiyskiy paroda deganga xudo xolasa Ro'zg'orbob deganlarga ham xudo xolasa bugun puli yengil, arzon, sifatli zo'rlardan, muhim bo'g'oz sog'lomlaridan ko'rsatamiz. Birma-bir video tuzmasdan oxirigacha kuzatasizlar, to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Xudo xolasa sizlar uchun beminnat xizmatdamiz. Gruppalarga podlisa qilib qo'ysanglar, izlab yurgan aka-uka opa-singillarimiz bo'lsa, bugun xudo xolasa topdim deb hisoblashaveradi. Puli yengil ro'zg'orboblari ham bor, xudo xolasa kuni yaqin sifatli yaxshi bo'g'ozlarimiz bor. Manzillarimiz Andijon viloyat, Shahrixon tuman, Kannaychiga arzon cho'ptim chakamiz, Lutfullo akaning mini fermasiga yetib kelganmiz. Xudo xolasa shunaqangi hali qimmat otlardan qolishmaydigan sifatli kelib qopti. Xudo xolasa aka-ukalar hammamizga birdek nasib qilsin. Aka-ukalar dastavkasidan o'ylanmaysizlar. Behijolat telefon qilsanglar, O'zbekistonda har bir burchagiga liniyamiz bor. Kelishilgan holatda uylargacha sog' salomat yetkazib olib borib beramiz. Hamma mollarimiz sog'lom, yeb ichishiga, kasal-kusaliga bir hafta savol javobi bor. Havodan yuqadigan kasalliklarga javob berilmaydi. Bizda emas, bizdan boshqa joyda ham javob berilmayapti aka-ukalar, lekin bizning fermamizda yo'q. Xudo xolasa sog'lomligi 100 talik. Xo'p, aka-ukalar sizlarni ko'p kuturimiz. To'liq ma'lumotni sizlar bilan birgalikda xudo xolasa Lutfullo akani o'zidan olaveramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling Dostonbek aka, obunachilar nomidan. Assalomu alaykum obunachilar. Hammalaringizga alangali salom. Musofirdagi o'zimizdagilar. Hammalaringiz tinchmisizlar? Dostonbek yana zo'rlar kelib qoldi. Havasga boqaman dedi qonlariga. Gap. Qochmagan bu. Qochmagan. 11 oylik endi bo'ldi dedi. Enasini bo'yi 170 ekan. Buni endi qanaqa sort bilmayman. Avlikolga shvetscha tushib ketgan. Avlikollar bunaqa noxsha bo'lmaydi. Umuman nihoyatda yuvosh jonivor. Toza qon ekan, xudo xolasa. Haqiqiy bo'zakcha. Kuni yaqinlardan ham bor. Kuni yaqin. Ola parodalar. Mana bir hafta qoldi mana. Bir haftaligi bor. Zo'r. Gibridlarimiz bor sementalga. Puli yengil deganlarga puli yengili bor ikkita mana. Xudo xolasa bugun hammani o'ylagan holatda har xilidan olib kelingan. Ha bugun aksiya. Aksiya. Zo'rlari. Yengil sotamiz bugun. Gap yo'q. Pul bo'shatishga. Pul bo'shatishga. Ha. Beraman. Ammo yeb ichishiga qonunlarni mana inga ertalabki o'tini yeyishdi. Endi xudo xolasa kechgacha bemalol boradigan joyga boraveradi. Jo'nataveramiz, dastavkasidan o'ylanishmaydi. Mana unimiz 4 oylik. 4,5 oy 4 oyga beramiz. 4 oy hisobini tekshirtirib, o'zi qilgizib olaveradi. Biz qilgizib olganmiz. Bo'yini ushlab beraylik birinchi. Yetalamizmi, yetalamizmi? Endi aka bemalol bo'lsa yetalab ham qo'ysak bo'laveradi bir qator. 1.13-14 aka. 1.13-14. Bo'zak, kuragi o'y otish foydasi yo'q bular. O'zi bilinib turibdi. O kattalarni ochib beramiz. 7 ta, 8 taliklarda. Mashaqqa yetaveradi. Mol tomonga bu yoqqa yurmay. Shu mana. Yurish sog'lom bu. Oyoq qo'llari sog'lomligi juda go'zal holatda. Ha, kishilar yugurib turibdi. Bitta o'zimizga o'xshagan yangi xo'jalikka xudo xolasa o'tib ketadi. Zo'r. O'simi borning? Ha. Yur. Mana shu ikkovini bitta aytib beraman narxini Dostonbek. Jup qilib, zo'r. Yengil qilib. Haqiqiy ro'zg'orbob ekanda bular, ha? Kekin. Ha, o'sha yeri bilan turib o'rganib. Ha, ikkovi birga turgan. Bitta qo'radim. Imkon bo'lsa bir joyga olishsin. Bir joyga olsin. Bu necha oylik aka bu? Unisi 3 oylik chiqdi. 3 oylik, ha? Ha. 4 oy 3 oy ekanda. 4 oy 3 oy. 1 oydan farq qiladi. Xudo xolasa teng yozsa. Bunisi ham bo'yash naqa. Necha bu suvoyi buzukroq. Ha. Bu ham shunaqa 14 aka. 14. Zo'r. Buni ham tekshirtirib qo'ydik. Buni ham o'zi qilgizib hamma yo'qni qildi. Buni ham bitta yetalab beraylik, narxini aka. Buni ham kuragi yo'q, buni ham ochish foydasi. Bular ikkovi bir joyda. Agar yakka olsa bir kun ma'raydi hamda, juk olgan odamga bersak. Bir joyga ning. Bu ham o'ynab turibdi, qarang.
Yosh narsa ikkovi ham. Erta qochib qolgan, dalada baqib yurib. Mana qara. Aka-ukalar endi hammasi yokida bir sharoiti bo'lmaydi yoki shunaqa molni yaxshi ko'rib Yaxshi boqadi. ko'radi. Shunaqalar uchun Mana. mana o'zimizga Shuni jupcha beraveradi. Dostonbek buni jupcha aytayim bitta. Ha. Mana shu bomba qilib yuboryapman hozir. Mana aka. 2026-yilda eng arzon mol qilib yuboringchi. O'z mollar ham qimmatlashib ketyapti. 14,5 dan jupiga olaversan. 14,5 dan. Jupiga. Bir joyga olsan, Ay, yaqinda xudo xolasa 4 ta bo'ladi bular. xudo xolasa. Gap yo'q. Benalarni qo'yib yuboraveradi. Bolalarni ovoz chiqsa. Uchi bu belang. Buni qarang buni. Bu ham hayotda polvon bor. Buni ham kuragi yo'q menimcha. Buni ham kuragi yo'q. Bir ochaylik-da, keyin bo'yini ishlaymiz. Ya'ni telefonlar boshla. Bu chiqqan ekan. Aha, bu. Buni tekshirtirdik 6 oydan 6-oydan o'tibdi dedi. 6 oyga beraylik. 6 oyga. Buni videosi ham bor. videosi. O'zi qilgizayotganda video qo'yib olganmiz. 1 minut endi uzr so'raymiz. Buni bo'yini ushlab bering. 6 oyga hisoblab olaveradi dostlar. Bo'ylari 120 gacha kamak. 15 bilan 20 ni o'rtasiga olaversin. 15 bilan 20 o'rtasi. 15 plus minus ikkovini o'rtasiga olaversin. Zo'r. Buni ham chandallari zo'r. Hozir qo'yapti. Ha, bu. O'g'alim buni. Nihoyatda polvon bor. Orqa ketlari korobka xudo xolasa yerga yaqinida aka-ukalar. Ha, tapalog'idan haqiqiy. Bolani ham zo'r beradi. Yomon xo'r ekan. Qon to'yib ketsa ham yeydi ekan joni. Necha oylik dedi buni? Buni 6 oyga olaversin. 6 oyda hisobini olishaveradi. 6 oy. Zo'r. Xolasi 5,5 oy. Mhm. Ertaroq chiqsa xursand bo'laveradi. Zo'r. Buni narxi qiziqda. Bugun yengil mollar. Bunaqa qimmat aytmaymiz. Birinchi qoringa bu. Birinchi qoringa. 4-kunlardan chiqibdi, kechroq qochgan ekan. Buni narxi Dostonbek ko'tini ham ko'rsatib qo'ying. O'ng kelinlar. Sizcha qo'yapkan men. Narxi ha buni endi 20 demoqchi edim. 17 million 300 ming so'm mana. 17 million 300. 17,5 ham yo'q. 17 ham yo'q, 17 million 300. Ha. Maqsad sotish. Maqsad sotish. Mana u 3 oylik. 3 oylik. Ha. Bu ham 4 kunlarmi dekinchini ko'ruvdik. Bu gibridmi bu? Bu gibrid ha. Menda yovvoyroq. Ammo o'shlatamikin bu qo'qqoq. Ammo qashlab taylarni tozaladi. Qashlasangiz turaveradi. U 20 dan baland ekan do'stlar. Menaki bitta joyda tursa yo bitta odam qarasa Ha, shuni. ha. Ammo men taylarni jumlalarni tozalab qo'ydim. 24 chiqyapti. 24. Chin ochaylik. Bu necha oylik? 3 oylik. 3 oylik bu. Ha, 3 oylik. Ko'rsatib olaveradi sizga. Mana 4 kurak ekan. Zo'r. Yo ikkinchisiga olsin, yo birinchisiga olsin. Egasi tug'magan o'zi lekin. Ha, yurish-turishlarni bitta Omad tortib ketadi, yomon bu. Yomon shustiring bu mol. Tortib ketadi. Ha, hadi. O'tagani o'zi. Ag'ir sog'lom molda. Xo'sh. Bu oyog'ini ko'rsatib beray dedim-da. Mana bo'ylarni xudo xolasa hamma Bular ma'lumotlarni hali berdik. o'sadi xudo xolasa bu ham. O'sini bormi? Qarang. Yalab tashlaydi odamni. Men ko'p qaraganimga men ko'rganim bo'ldi. Ha, jo'na. Mana aka. Buni gibrid. buni narxi Nech pul aytamiz aka? buni ham 20 pastda aytamiz. Aha. Buni 18 million 800 ming deymiz. 18 million. 19 ham yo'q ana. 18 Kami bor. 800, kami xayri bor. Xudo xolasa uylargacha. Dastavkasi bizda, yodiy bo'ylar. Sog' salomat yetib boradi aka-ukalar. Zo'r. Bugun narsalar zo'r Dostonbek. Yengil aytaman. Mana haqiqiy ro'zg'or bop, ha? Bu qarang. Mana shu bu yilini ko'rsating. Sutli moli. Haqiqiy sut yo'nalishida. Yerga 7 ta 8 ta beraveradi hozir. 3-chi bolasi edi, balki 4-chisidir. Ichini ochamiz hozir mana. Necha kunligiga qolgan endi? 1 hafta dedi. 1 hafta. Egasi islov bo'yicha 1 hafta, balki novvosida cho'zilishi mumkin. Bo'yni ushlab bering, yerga yaqin so'rma. 1.15 ekan. 1.15.
Shuni ko'rsatmay aka. Shuni ko'raylik. Mana. Zo'r. Tishlar yaxshi ekan, unaqa maydalashib ketmagan ekan, yaxshi ekan. Idishlari yaxshi aka ko'radi. Yetalaymi? Chandillarni olib bering-chi. Xudo xolasa bir hafta oshib ketsa 10 kun. Mana yurishtirishlari, oyoq qo'llari zo'r. O'zimiz asha eski ola parodalardan jaydarlar. Ammo yuvoshligi dahshat buni. Bu qarang. Turishdi. Yuvosh. Bu yuvoshingiz ham turaveradi. Haqiqiy ro'zg'or bor bundan. Chandirni qarang. Bu qarang. Idishni yana solyapti. Bu yana bir haftada qanaqa soladi o bilan. Yuvosh jon. Muhimi yuvoshning. Bo'ylarni aytdik-a, 1.15. Bo'ylarni aytdik, tishini ko'rsatdik. Ha, tishlari pulida qolyapti. 8 kilo ekan. Endi bosganmi, yalaganmi bilamiz. Aka-ukalar bir hafta mehnat qolgan, xudo xolasa bolasi yoniga tushadiganidan. Ha, xudo xolasa. Bu yog'i sutini ham, qaymog'ini ham yeb, bitta ro'zg'orga-da endi aka, zo'rda. Buni Dostonbek narxi 22 million. Buni 21 million deylik. 21 million. Mana. Hammasi kam. So'rashaveradi, haligi yo'q, balat aytyapti demasin. So'raveradi. Zo'r. 21 million. Yetug bo'g'oz. Endi mana unisi ham qarang. Fermaniki, haqiqiy fermadan chiqdi mana shu. Bu Rossiya parodanmi? Rossiya parodi ekan. Ha, fermadan egasi olib chiqqan joydan oldik. Fermaning bo'yni ushlab beradi. 26, 27, 25 ga ham olaversin. 25 ga ning. Bu ham yuvosh. Uzunligi rosa zo'r ekan, gazli narsa ekan aka. Bu qarang. Yenilar. Tozalanmagan. 8 oydan o'tgan bu? Bu 8 oyga olaversin, 8 oydan o'tgan. 8 oylik hisobini olishaveradi. To'rt tuta ishlashiga, yeb ichishiga javob beraveradi. Orqalari korobka. Korobka, bu chandirga qarang. Yaxshi. Bu ham 4 joyda. Mana tozalaganimiz ham yo'q. Qanday chiqqanmiz? Et-betinchini hashlab qo'ydik, yelindan ochib qo'ydik. Zo'r. Buni tishini ochaylikda. Aha. 3-bolasi bu. Qonnidagi, ikkita tuqqan dovdi. Men tishini men ko'rganim yo'q. Bu yomon polvon ekan, ko'ralmadim. O sizga bir narsa ko'rsatib beraman endi. Tak. Ha, mana. Bu Tishlar lapatki ekan. 6dan 8dan. 8-chilar mana chiqibdi-da. Ha, 8-chilar. Ha, shu 3-bolasi ekan-da. Haqiqiy sut yo'nalishga. Fermada bilasiz, sutdor mol bo'lmasa baqishmaydi. Ha, baqishmaydi. Biz yetalab beraylik buni. Bitta. Yurishtirishlarni, oyoq qo'llarni o'zingizlar bitta ko'rib bahosini berasizlar. Xudo xolasa aka-ukalar mana. Gap yo'q. Mana. Maxluq ekan bu ham, katta mol ekan, unaqa bachkana ham olmas ekan. Qani uzunligini. Zo'r. Sifatlari yaxshi. Sifati zo'r. Oyoq qo'li sog'lom. Ha, buni xudo xolasa bolasi o'zi dahshat tug'iladi. Aha. Olib baraka topadigan, xudo xolasa. Gap yo'q. Chandillari ham, idishlari ham, aka-ukalar. Tepa liniyasini ham ko'rib qo'yinglar, tug'ib charchagan mol emas. Ha, endi beli baquvvat. beradi qo'mpayt. 10 chap tanlamaydi bu ham. Yo'q. Mana. 10 chap qilmaydi. Yog'idan ham ushasiz, indamaydi, buyog'idan ham ushasiz. Zo'r. Buni narxi Dostonbek 30 million desak ko'tarib ketibdi bularni ham narxi emas, 29 million. Buni 28 million ozgina xayrini qilib beraman. 28 million ha? Ana, 28 million. 28 million kama xayri bor, xudo xolasa. Xudo xolasa 45 kun. Kelishadigan joyda. 45 kunda tug'adi, xudo xolasa. Egasini aytishi bo'yicha, balki endi biz o'zimiz qo'ymaganmiz-ku. Balki bir oyda tug'ar. Bir oyda. Balki 45 kunda. Zo'r. Endi plus minusi bo'ladi-da. Plus minus bo'ladi. Xo'p, 28 million kamini qilib beramiz. 28 million kami bor, xudo xolasa rossiyskiy parod ishqibozlariga. Mana. Endi mana otni ko'ring, ot. Bunaqa istab yurganlar nechta? Qarang. Uni aka kuni siposa bitta cho'miltirsangiz O, yaltirab odamni shampunda cho'miltirib buni. Qarang. Havasga baqaman deganiga beraman. O'zim qiziqib oldim. Aha. Buni qimmat ekan desa sotmay ham qo'yaveramiz. Men qimmat oldik, to'g'risi. Qiziqqan ishqibozga. Ishqibozga beramiz. Enasini bo'yni 1.70 dedi. Men ko'zim bilan ko'rmadim, 1.70 dedi. Avlikol desam, avlikollar unaqa 1.70 olib ketmasa kerak. Ho. Oyoq qo'lni ham ko'rsatib qo'yaylik bir.
Yugurar ekanda bu. Yuguradi bu. Ha, yurishlari ham olibda qimmatlidan, ha. Tek. Qari. Ha, jon. Ko'r endi. Jonivor. Bitta oling. Rasmga tushadi qolmi. Bo'zak 11 oy bo'libdi qilganiga. 11 oy. Ha. Turishini qarang. Qari. Haqiqatda Bu bu. hali 1 yashar bo'lgan yo'q. 2 yosh qilib qochirishsa, xudo xolasa 170 qilib qochirishadi. Buni baqalan qarang. Qani. Voy, boshqacha ekan, aka. Oldilar ham. Qani. Maylar qarang. Qani. Qani azot kim bu? Qani. Gap. Aka-ukalar shu yetiga mashalloh deb yozib, bir donadan laykni bosib qo'ydi. Shvetga ablikol chatishganmi? Jonivor deb. Davatskoy to'qola bu, ha? Davatskoy. Mashina tug'ilgan. Aka-ukalar mana miyani dam oldiradigan, havasga boqadigan. Kunda ishdan kelib, hali boy akalarga bu. Zo'r. Buni akaliginaqa festivallarga olib borsa bo'ladigan ekan-a, bitta cho'zdirda. Hali haqiqatda. internetlar ko'rib qolyapmiz-ku. $15,000, $20,000 deb qo'yishyapti, kichkina tug'ilgan. Haqiqatda aka-ukalar adashib kelib qoldi-da bu. Festival bopidan, zo'ridan. Buni ashi kunishiga chiqib bitta cho'miltirsanglar, Bu yuvoshligi eng zo'r. 11 oylik buzoqcha deysiz endi. 11 oy dedi, ha. 11 oy. Hali 1 yashar bo'lgan yo'q dedi. Buzoqcha bo'ladi endi. Chandillar. Idish ham bor ekan bunda, zo'r. O'ynab ishlab qo'yaylik. Pulus qarang. Ati baylab qo'ygan, o'zash naq turar ekan. Ha. Shoxi bo'lsa tepaga osib qo'ysangiz bu boshqaning. U o'zi turar ekanda, bo'yni 1.25 ekan. Bo'yi. Qancha? 1.25. 1.25. Buni o'stirib olib qo'yaveradi, qo'y. Bitta zo'r shvetga qo'ysa zo'r tug'a. Zo'r. Endi buni o'zini parodasini topish qiyin baribir. Shvetga qo'yaveradi oyog'ini. Endaki iloji bo'lsa kula yorganda qo'ysa yana ham zo'r bo'ladi. Ha, 2 yosh qilib olganda. Aytganda haligi 1.60-70 ga boradi-da keyin bo'yi. Ha, buni endi bitta aybi shu mol bo'lib tug'ilganida. Bular hali 2.20 60 bo'lishi kerak. Puli qizig'ida emas ekan, maqtag'animiz bilan mol. Buni pulini nima deylik? 30 million desak bo'laverami Dostonbek? Endi aka hisobini o'zingiz bilasiz. Yaqin kelsa, hali yaxshi kelsa yaqin ayting. Mung'ari. Tomog'ini bo'g'ib qo'yapti. Mana tortganda bo'g'ib qo'yapti. Bunida Dostonbek 30 million bor. 27,5 million kamini qilib beraman. 27,5. 27,5 million. Kelishadigan joyi bor, xudo xolasa. Aka-ukalar buni haligi bo'yiga, boshqasiga emas, shu sortiga, sifatiga qiziqib olinglar. Xudo xolasa sotganda ham bir bozorga odam ketmaydi. Ha. Ponni bozor o'rab oladigan aka-ukalar. Gap yo'q. Ammo pokiza mol ekanda. Maqachisi nariyoqqa yotar ekan jonivor. Zo'r. Aynaqa. Endi Dostonbek bugunga shularimiz 7 ekanmi? 7 mol. Qo'limizga kelgancha olib keldi. Endi yoqqan odamga mana unaqa desa, agar kamchiligi bo'lsa, xato gapirib qo'ygan joylarimiz bo'lsa uzr so'raymiz. Yo telefonda qolib ketgan joylarni so'rashaveradi. Bejon. Ha. Nimasi? Dastavkalar bizni bo'ynimizda. Vohalarga o'tgan safar telefon qilishdi, dastavkasi bo'ynimizda degan ekansiz. Vohalarga aka qilib bersak, to'g'ri kelmayapti. O'rtada qilishimiz mumkin. Yosh mashetnikini 500 mingni chiqarib berishimiz mumkin. Dodi yog'iga kelishilgan holda vodiyga qilib beramiz akalar. Yana nima kimdir bir narsa so'rovdi, esimga ko'tarib oldi, aytib o'tib keting dedi. Yeb ichishlarga javob beramiz, faqat yashiriga. Yashirdan hamma yo'g'iga javob beramiz. Tanasida kasalligi bo'lib qolsa, yo bir sussa tepsa bizniki mol, bachadoni chiqsa, o'zini o'zi yemsa, biz tekshirib olamiz ilojini boricha. Biz ham nima deydi? O'zimiz ziyon qilib qolamiz. Qaramasdan shunday ovoraversak. Sizlar bir marta ko'radigan bo'lsangiz, biz 10 marta tekshirib olamiz. Hijolat bu bozor emas, uy. Hali aldab sotib qo'yib yertaga yo'qib qoladigan joy emas. Kelaverasizlar. Endi bugungi nimalarimiz shu, qo'limizga kelgancha obzor qilib berdik. Adresimiz Andijon viloyati Shahron tumani Kannachi mahallasi. Telefon raqamimiz 88 338 31 31. Otim Lutfullo. Tushunmaganlarga lakasini ham tashlab beraveramiz. Kelishaveramiz. Zo'r. Olganga sotganga Alloh baraka bersin. Boshqa savollar yo'q, Dostonbek biz. Xohlasa yo'q. Bo'ldi, bir qator ko'rsatib
Aka-ukalar imkon qadar screenshot qilinglar, Telegram, WhatsAppdan tashinglar. Ishimiz yana ham osonroq bitadi. Hammasini tarifi o'ziga yarasha. Puli yengil ro'zg'orbob deganga shunaqalardan ham bor. Endi hammani ham aka-ukalar 20 million, 30 million, 40 millionlik molni olgani sharoiti yo'q. Shuning uchun Lutfullo aka mana hammani o'ylagan tarzda oldin faqat haligi nima deydi? Kattalarini, yiriklarini olib kelardi. Endi hozir o'zimiz bob ro'zg'orboblarni ham olib kelyapti. Xudo xolasa bugun hammasidan bor. Faqat imkon darajasida aka-ukalar xotirjam o'tirib ko'ringlar, to'liq ma'lumotga ega bo'linglar. Tushunmagan joylarda mana ekranda nomerlar, bemalol telefon qilib savdolarni qilaverasizlar.